jonim qimmat kiyimlarni olib sekin kelyotdim. Nagli kiyimlarimni kiyyapti, ey pilosa. Aka, Hozir boraman aka. kiyimlarni ham olib kel. Hop. Kiyimlarimni besasotib desam, polni kiyib yurgan ekansan-da. Onamdan so'radim ertalab, kiyimlar senga zo'r turibdi dedilar. Kiyib chiqib ketib qoldim. Onam 5 kundan beri uyda yo'qlaydi. Yo seni boshqa onangmanmi? Uyda yo'qmi? Qayerdalar? Ishon, zo'r muzikalarni eshitayotgan paytim asabimni buzding san bola meni. Bitta sigaret olib qo'shda qiynalib qolibdi, shu yo'qlab chiqamizmi deyotdim. O'xshamadi-yu bahona ukam. Aka eshitdimdilar. Nima deyotdim? Muzika deyotdim. Mazza qilib muzika eshitib kelyaptim, tushunsanmi? Instagramdan oldim u muzikani. Ko'rsataymi senga qayerdan olganim? Ko'rsang. Telegramga kirasan, mana bu yerdan Tune Hunt bot deb yozsang 461 mingtalik bot chiqib keladi. Mana shu botga qarab turasan qara. Va Instagramdan bu videoni olasan, mana shu botga tashlaysan, shuna senga muzikasini skachat qilib beradi, tushunsanmi? Eng muhimi 100 talab kanaliga obuna qildirib turmaydi. Tushunsan? Majburiysi yo'q buni. Ming bor uzr shirin suhbatlardan bo'lib qo'ydim, boya ikkita sigaret bor-ku, bir talla so'rabdi, o'shalarga olib ko'ryaptim. Oyning kayfi bormi deyman? Yo'q. Ey, menga qara. Yana bir marta men kiyimlarimni kiyadigan bo'lsang, shunaqa uraman bola. Bir umr birovlar kiyimini kiyib katta bo'lasan, tushundingmi? Qarochida aka, to'g'risini aytaman. Ukangiz ham chekadi, men ham chekaman. Sigaretlarimni ham sen chekayotgan ekansan-da uyda, to'g'rimi? To'g'rimi?